O'tgan gal menga birgina zarba tekkiza olgansan, bu safar bitta ham tekkiza olmaysan. Qarshingda boshqa darajadagi yirtqich bo'ladi. Ko'p narsani isbotlayman. Birinchi o'rinda o'zim uchun. Seni katta sinov kutyapti. Wow, super to'qnashuv. Oradan 5 yil o'tib Conor McGregor UFC ga qaytmoqda do'stlar. Old school vakillarining yana bir to'qnashuvi. Bundan 13 yil avval Max Holloway hamda Conor McGregor jang qilgan. O'shanda Conor ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozongandi. Mana endi Maxda revansh olish uchun imkoniyat bor. Bu Las Vegasda joylashgan T-Mobile Arenada UFC 329 ning markaziy jangida sodir bo'lishi mumkin. Max Holloway so'nggi bor joriy yilning mart oyida Charles Oliveiraga qarshi jangda BMF kamarini boy bergandi. McGregor esa bundan 5 yil avval Dustin Poirierga texnik nokaut bilan mag'lub bo'lgan. Siz qaysi tomonni ko'proq ustun ko'ryapsiz? Max Holloway yoki Conor McGregor? Eslatib o'tamiz, asosiy kart 12-iyul kuni soat 6:00 da erta tongda boshlanadi va McGregor hamda Max Hollowayning o'zaro to'qnashuvi kamida 8 dan keyin ro'y beradi. Shuning uchun bemalol ishlaringizni qilib yoki uxlaydiganlar bo'lsa, baribir dam olish kuni uxlab olishingiz mumkin bo'ladi.